Bolajonlar, xayrli kun barchangizga. Bugungi darsimiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Bugun sizlar bilan davlatimizning Qonunchilik palatasi va senatiga sayohat qilamiz. Demak, Konstitutsiyamizning 91-104-moddalarini o'rganar ekanmizda. Bilasanmi, Adolat Oliy Majlis bu davlatning katta majlisi. U yerda mamlakat uchun qonunlar qabul qilinadi va bu qonunlar barchani himoya qilishga hamda davlatning to'g'ri boshqarilishiga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi ikki palatadan, Qonunchilik palatasi va senatdan iborat. Ular 5 yilga saylanadi. Qonunchilik palatasida 150 nafar deputat ishlaydi. Qonunchilik palatasi quyi palata ham deb aytiladi. Quyi palata ular mamlakat qonunlarini ishlab chiqarishadi va muhim qarorlar qabul qilishadi. Xuddi ota-onamiz yoki bobo-buvilarimiz kabi. Ular oilamizga nima muhim, nima zarur ekanligini yaxshi bilishadi. Shu kabi Qonunchilik palatasi ham davlatga va o'z fuqarolariga nima zarurligidan kelib chiqib, muhim hujjatlar ishlab chiqarishadi. Deputatlar odamlarning vakili hisoblanadi, chunki ularni xalq saylaydi. Senatorlar esa 56 nafar. Ular Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridan teng miqdorda 4 kishidan saylanadi. Senatning 9 nafar a'zosi fan, san'at, adabiyot, ishlab chiqarish sohasida hamda davlat va jamiyat faoliyatining boshqa tarmoqlarida katta amaliy tajribaga ega bo'lgan hamda alohida xizmat ko'rsatgan eng obro'li fuqarolar orasidan prezident tomonidan tayinlanadi. Senatorlar mamlakatning har bir hududidan kelgan. Ular ham qonunlarni ko'rib chiqib, ularni tasdiqlaydilar yoki o'zgartirish taklifini berishadi. Ya'ni ular qonunlarni so'nggi marta ko'rib chiqib, qat'iy qaror qabul qilishadi. Bu Qonunchilik palatasi binosi. Bu esa fraksiyalar xonasi. Qonunchilik palatasida har bir partiyaning o'ziga ajratilgan fraksiyalar bor. Masalan, bir sinfda turli qiziqishlarga ega bolalar bor. Masalan, sportga qiziqadiganlar, san'atni yoqtiradiganlar va kitob o'qishni yoqtiradiganlar. Har bir guruh o'z qiziqishiga qarab turli g'oyalarni ilgari suradi va sinfda o'z manfaatlarini himoya qiladi. Qonunchilik palatasida ham shunday. Fraksiyalar turli siyosiy partiyalardan tashkil topgan guruhlar hisoblanadi. Har bir fraksiya o'z partiyasining g'oya va maqsadlarini himoya qiladi va qonun loyihalarini muhokama qilishda o'sha g'oyalarga asoslanib fikr bildirishadi. Fraksiyalarda deputatlar o'z partiyasi bilan qonunlar ishlab chiqib, uni puxta muhokama qiladi. Keyin esa barcha partiyalar ishtirok etadigan umumiy majlisda ushbu qonunlar muhokama qilinadi. Qonunlar yoki ma'qullanadi yoki aksincha. Mana shu yerda yuqoridagi fraksiyalarda deputatlar tomonidan yozilgan qonunlar muhokama qilinadi. Qonunlar qabul qilinishi bo'yicha deputatlar ha yoki yo'q tarzida ovoz berishadi. Tabiiyki, ha tarzidagi ovoz ko'p bo'lsa, bu qonun qabul qilinib, senatga yuboriladi. Bu xonada esa xorijlik mehmonlar kutib olinadi. Bolajonlar, Qonunchilik palatasi bilan senat bir binoda joylashgan emas. Hech qachon adashmang. Yuqorida biz Qonunchilik palatasi binosi bilan tanishdik. Endi esa senat binosi bilan tanishamiz. Bu senat binosi. Bu senatning majlislar zali. Zalning markazida senat raisi va o'rinbosarlari, jumladan majlislar o'tkazishga mas'ul rahbarlarning joyi. 428 o'rinli majlislar zalida barcha senatorlar avtomatlashtirilgan tizim orqali ovoz berishi mumkin. Senatorlar qonunlarga ovoz berish paytida faqat senatorning o'zi ishlatishi mumkin bo'lgan kartalarini maxsus qurilmaga kiritib, o'z fikrini bildiradilar. Zalda jurnalistlar va tadbirning boshqa mehmonlari uchun 100 o'rinli joy ham ajratilgan. Binoning pastki qismida jurnalistlar uchun 30-40 o'rinli matbuot markazi mavjud. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va senatining birgalikdagi vakolatlari bor. Ya'ni birgalikda bajaradigan vazifalari bor. Bu Konstitutsiyamizning 93-moddasida belgilab qo'yilgan. Masalan, Konstitutsiyani qabul qilish, unga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni Qonunchilik palatasi senat bilan birgalikda amalga oshiradi. Konstitutsiyamizning 94-moddasida esa Oliy Majlis Qonunchilik palatasining o'z vakolatlari belgilangan. Tasavvur qiling, oilangizda har oylik xarajatlar rejasi tuziladi. Ota-onangiz qancha pul qayerga sarflanishini rejalashtiradi. Uy ehtiyojlari, ta'lim, ovqat va hokazo. Davlatning ham shu kabi rejasi bor. Uni davlat byudjeti deyishadi. Qonunchilik palatasi davlatning bu rejasi to'g'ri bajarilganini kuzatib boradi. Agar mablag' noto'g'ri sarflangan bo'lsa, ular bu haqida fikr bildirishi mumkin. Oliy Majlis Senatining o'z vakolatlari ham bor. Ularning ayrimlari bilan tanishtirib o'tamiz. Senat mahalliy davlat hokimiyati vakillar organlarining qarorlarini ular qonunchilik normalariga muvofiq bo'lmagan taqdirda bekor qilishi mumkin.
Masalan, hudud hokimi shunday qoida chiqardi. Istirohat bog'iga faqat katta yoshlilar kirishi mumkin. Bolalarga ruxsati yo'q. Bu qaror mahalladagi hammaga taalluqli bo'lsa-da, qonunga ko'ra bolalar ham istalgan jamoat joyiga kirish huquqiga ega. Shunda yuqoridagi rahbarlar, ya'ni Senat bu qarorni ko'rib chiqib, uni qonunga zid deb topadi va bolalarning ham boqqa kirish huquqini himoya qilish uchun bu qoidani bekor qiladi. Konstitutsiyamizning 96-moddasiga ko'ra, Oliy Majlis Senati majlislari zaruratga qarab, lekin bir yilda kamida 3 marta o'tkaziladi. Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi va Senati alohida majlis o'tkazadilar. Palatalar qo'shma majlis ham o'tkazishlari mumkin. Qo'shma majlislar prezident qasamyod qilganda, ya'ni saylangach, ishga kirishganda yoki mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotining, ichki va tashqi siyosatining eng muhim masalalari yuzasidan nutq so'zlaganda, chet davlatlarning rahbarlari nutq so'zlaganda o'tkaziladi. Qonunchilik palatasi deputatlari hamda Senatda doimiy asosda ishlovchi Senat a'zolari ish davrida ilmiy ish qilishlari, she'r yozishlari, kitob yozishlari, dars o'tishlari mumkin. Lekin bundan boshqa oylik to'lanadigan boshqa ishda ishlashlari mumkin emas. Odilbek, bugungi sayohatimiz juda yoqdi menga. Bolajonlar, sizlar ham shunday joylarda ishlashga loyiqsiz. Faqat buning uchun yaxshi o'qishingiz, o'zingizni ustingizda tinmay ishlashingiz kerak bo'ladi. Va bugun o'tilgan darslarni ham alohida takrorlab qo'yishingiz kerak. Kelgusi darsda ko'rishguncha, xayr bolajonlar.